deganda bugun videoda biz Minecraft'dagi shifoxona qismi 4-qismini chiqardik. Ana bo'lsam go. Eslatib o'taman. Narsa skinimga e'tibor bermasizlar. Sal o'zgartirish kiritdim. Shanga. Ana bo'lsam boshladik. Balalar o'tgan videoda eslasangiz, mana bu yer narsalarni avvalamberi bu kelgasini ishlatib ko'rmagan edik. Mashina biz bir ishlatib ko'ramiz. 90 sindir olgan, olmos 40 dana. Oh my god. Really varla. Kim varla. Narsasini ko'rgan. Shalla like bosing. Eslasangiz, bo'lmas. Eslasangiz bu yerda chiqindi quti berdi. Uning ichidan biz mana buni topgan edik. Bu degan ko'rmaslik damlamasin. Tarjimon. Ko'rmaslik damlamasak. Hala sog'lom uchun zararliki, lekin haligacha oyog'im og'riyapti. O'zi oyog'im ko'rinmadi. Bolalar qaysi oyog'im aytay? Bolalar mana chap oyog'im ko'ryapsizlar? Mana qo'lim bor. Mana qo'lim qimirlayotgan taraf. Shu narsa. Hali og'riyotgan tarafim. Başladık. Görüyorsanız da endi doktora başlayabiliriz ki. Balalar mana unca bize qo'paliyor kimdir afsungar demasin bizni. Afsuski lapis yo'q ekan, bo'lmasa men topordan kuchaytirib olardim. Mosorxona tutish yaramaydi. Nima bu? Mana bu yerda zombi. Ana bu yerda partalachilgan vizor qurmoqchi bo'lgan narsalar. Unayda creeper, unayda o'rgimchak berdi. Qanday yashasa bo'ladi bu hayotda? Ish ko'ram, mas eng